Genza mogoni yoqtirmaydigan hech qanday yo'q deymi? Biz bugun genza mogoni tayyorlash usulini birlikda o'rganib chiqaylik. Oldi bilan odatdagi oq mogoni qo'l bilan bir toldan ayirib olib, ustiga oqundan yarim qo'shiq silib, soq so'qib, qayta pokiz yuvib, suyni qo'l bilan siqib pokiz chiqarib etamiz. Ko'pchilikning meni rag'batlantirish yuzidan yurak belgisi besib, jaqaraq gul avat qo'shonlarni umid qilaman. Tuxumdan bir dona chiqib, shoko qurchidan bir qo'shiq, ikki qo'shiq kraxmal silib aralashtirib, shir yasab tayyor qilib olgan mogoni ustiga to'kib aralashtirib tayyor qilib oladi. Qozonga yog' quyib, normal qizigandan keyin tayyor qilib olgan mogoni silib, aralashtirib, cho'rik-cho'rik holatda mayda qatirib ham sag'atib suzib olib, taxsiyati ko'p. Ustiga shoko xurchini sipib tayyorlasangiz bo'ladi. Meni qo'shiling, menki Osmonjon Zokir sizga yenglik bo'lgan qo'rim taomlarni o'rgatishga har vaqt tayyor.